Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ishtirokchilarimiz bir nechta bosqichni bosib o'tishdi. Necha ballni qo'lga kiritishgani ularga ochiqlanmadi. Bugun esa natijalar e'lon qilinadigan. Mato injiqmi, Malika injiqmi? Matoda. Gap matoda. Gap matoda. Xo'sh, Gulasal bu libosni kiyadimi yoki yo'q? Fikrimiz bir joydan chiqib, shu libosni yaratdim. Emotsiya juda ham zo'r. Daryoda ko'rmadinglar-ku meni. O'ynab yotgandim. Hammaning libosi ichki holatiga, o'zini xarakteriga mos deb o'ylayman. Zamonaviy narsani ko'proq yaxshi ko'raman dedilar. Kechirasiz. Hozir menga bu libos juda ham yoqayapti va malikalardek his qilyapman, qirolichalardek hatto his qilyapman. Hamalariga baravar 10 balldan deb aytaman. Mutlaq g'olib deya e'tirof etilayotgan ishtirokchimizning natijalari. Milliy brend birinchi mavsum yakuniga yetdi. Ikkinchi mavsumgi loyihalarda ko'rishguncha. Milliy brend har yakshanba 21:10 da.